Jimin bolaligidan turli sport turlari, jumladan taekvondo bilan shug'ullanib kelgan. U anime qahramoni Zorodan ilhomlanib, dunyodagi eng kuchli qilichboz bo'lish orzusi bilan taxminan 7 yil davomida kendo bilan ham shug'ullangan. Bir kuni o'zi raqsga iqtidorli ekanini sezmagan Jimin do'stlari tufayli raqsni o'rganishni boshlaydi. Maktabdan keyingi mashg'ulotlarda break dance darsi e'lon qilinganda, u va do'stlari agar biz buni o'zlashtirsak, mashhur bo'lamiz, keling o'rganamiz deb qaror qilishadi. Ammo do'stlaridan farqli ravishda Jiminning raqsga bo'lgan ishtiyoqi tobora kuchaya boradi. U ko'proq darslarga qatnay boshlaydi va tez-tez shunday der edi: "Raqsga tushganimda hech narsa haqida o'ylamayman, o'zimni erkin va baxtli his qilaman." Uning raqsga bo'lgan cheksiz ishtiyoqi natijasida Jimin o'rta maktabning 2-yilidayoq popping bilan shug'ullana boshlaydi va ko'plab raqs tanlovlarida g'oliblikni qo'lga kiritadi. Bir kuni Jimin Rainning sahnadagi chiqishini tomosha qilarkan, shunday o'ylaydi: "Men ham shunday katta sahnada turish qish qilmoqchiman." Aynan shu fikr uni qo'shiqchi bo'lishga qaror qilishga olib keladi. 15 yoshida u o'zining bu qarorini otasiga aytadi: "Dada, menga ishoning, men qo'shiqchi bo'laman." Taxminan o'rta maktabning 9-sinf atrofida men raqs o'rganishni boshladim. Raqs o'rganib yurarkanman, tez-tez sahnaga chiqishni boshladim. Sahnada chiqishlar ko'paygani sari men sahnada bo'lishni yanada ko'proq xohlay boshladim. O'rta maktabning 3-yiliga kelib, men shunday deb o'yladim: "Men qo'shiqchi bo'lib ko'rmoqchiman. Yo'q, albatta bo'lishim kerak." Shu fikr bilan men jiddiy tarzda raqs o'rganishni boshladim. Bu orada Jimin asosan ko'cha raqslari bilan shug'ullanar edi. Lekin u davrda Pusanda klassik raqs yo'nalishida ta'lim beruvchi maktab yo'q edi. Shunda unga zamonaviy raqsni sinab ko'rish g'oyasi taklif qilindi. Bu uslub ko'cha raqsiga eng yaqin edi. Shunday qilib Jimin zamonaviy raqsni o'rganishni boshladi va tez orada Pusan san'at maktabiga eng yuqori ball bilan qabul qilindi. U maktabga kirishidan oldin o'zini biroz qattiq tanli deb hisoblagan. Shuning uchun qabul qilinishi tasdiqlangach, moslashuvchanligini oshirish uchun shu qadar ko'p cho'zilish mashqlarini bajarganki, hatto qon tomiri yorilib ketgan. Jimin hatto uxlayotgan paytlarida ham o'z kamchiliklari ustida ishlardi. Uning raqsdagi o'ta yuqori darajadagi mahorati uni Pusan san'at maktabida ham ajratib turardi. Boshqa o'quvchilardan farqli o'laroq, u faqat o'z yo'nalishidagina emas, barcha fanlarga jiddiy e'tibor berar, shu orqali zamonaviy raqs, balet va ko'plab uslublar asosini mustahkamlab o'rgandi. Bir kuni esa yanada katta sahnalarni orzu qilayotgan Jiminga uning raqs o'qituvchisi Big Hit eshituvida qatnashishni maslahat berdi va aynan shu payt Big Hit Entertainment bilan uning yo'li boshlandi. U mingdan bir ehtimol bilan Big Hit Pusan ommaviy kastingidan o'tdi va Seulda treyning hayotiga tayyorlana boshladi. Albatta, Jimin idol bo'lish istagini bildirganida sinf rahbari bu fikrga qarshi chiqdi. Chunki u Jiminning iste'dodini bunday yo'l uchun juda qimmat deb hisoblagan. Ammo Jimin qat'iy javob berdi: "Sinovdan o'tganman. Eng yaxshi qo'shiqchi bo'lishni xohlayman." U Big Hit kompaniyasiga treyning bo'lish orzusida kelganida Jimin uchrashgan birinchi a'zo J-Hope edi. Shu sababli u bilan bo'lgan uchrashuv Jimin uchun eng esda qolarli lahzalardan biriga aylandi. Kompaniya xodimlari J-Hope'ga yangi stajyor kelayotganini va uni kutib olishni aytishgan. Shundan so'ng Hosok Jimin bilan uchrashgan. U juda do'stona va samimiy edi. U Jiminning yoniga kelib, tabassum bilan so'ragan: "Kechirasiz, siz Jiminmisiz?" Ular biroz suhbatlashgach va J-Hope Jiminni ilhomlantiruvchi so'zlar bilan ruhlantirdi: "Senga raqs yoqadi, menga ham juda raqs yoqadi. Umid qilamanki, biz tez-tez birga mashq qilamiz va do'st bo'lamiz." Bu so'zlar Jiminni juda hayajonlantirgan va ruhlantirgan, chunki u o'sha paytda yangi stajyor edi va hali hech kimni tanimasdi. Albatta, bugungi kunda BTS a'zolari bir-biriga haqiqiy aka-ukadek kabi yaqin, ammo tushunish kerakki, ular birinchi marta kompaniyaga kelgan paytlarida butunlay turlicha insonlar edi. Har biri o'z xarakteri, odatlari va orzulari bilan kelgan. Har biri bir-birlariga o'rganishiga to'g'ri kelgan. Masalan, Jimin avvaliga V bilan biroz qiynalgan, garchi hozir ular juda yaqin bo'lishsa ham. Bir kuni intervyu vaqtida ulardan so'rashdi: "Sizlardan kim tez-tez tortishadi yoki urushadi?" Shunda Jimin Taehyun deb javob berdi. Uning aytishicha, ular ilgari bir-biriga hamma narsani aytib berishgan. Bu esa ba'zan tortishuvlarga olib kelgan, ammo bu jiddiy urushlar emasdi, arzimas mayda janjallar, uy ichidagi kelishmovchiliklar edi. Odatda ovqat yoki uyqu bilan bog'liq. Masalan, Jiminning aytishicha, V tez-tez uning ovqatini o'g'irlab yegan va Taehyundan "Nima uchun shunday qilasan?" deb so'raganda, u "Men pishira olmayman, kam yeyman, shuning uchun har doim biroz boshqalarnikidan olib yeb qo'yaman" degan. Oddiy Taehyuncha javob.
Boshqa bir shouda Jimin aytib bergan, har safar ular 2 qavatli karavot tufayli janjallashgan. Oradan vaqt o'tib yigitlar bu holatni eslab kulishadi. Axir biz muammoni juda oddiy yechishimiz mumkin edi-ku. Kravatni joyini o'zgartirganimizda hammasi hal bo'lardi. Konditsioner shamoli urmasdi, biz ham janjallashmasdik. Ular o'sha paytda yosh, tajribasiz, o'ziga xos fe'lli bo'lishgan va shunday holatlar ularning haqiqiy aka-ukadek yaqinlashishlariga sabab bo'lgan. RM Jiminning avvallari qanchalik sezgir bo'lganini va shu sabab ular tez-tez tortishishganini aytadi. Menga u bilan til topishish biroz qiyin edi, ammo vaqt o'tishi bilan u ancha tinch, xotirjam bo'lib qoldi, deydi RM. Keyin Jimin o'zi ham shunday deydi. Yigitlar mening aziz do'stlarim. Menga o'sha paytlarda o'zimni boshqarishni o'rganishni maslahat berishdi. Menda juda ko'p ichga yutib kelgan g'azab bor edi. Shaxsiyatim g'alati edi. Bir kuni Chonguk va Taehyun yonimga kelib, xarakteringni boshqarishni o'rgan deyishgan. Bu hali biz debyut qilmasimizdan oldin bo'lgan. Shuga ham shunday degan edi. Avvallari biz hammamiz juda tez portlardik, tez jahl qilardik, tez urushardik, lekin vaqt o'tib biz ulg'aydik va bir-birimizga nisbatan yumshoqroq bo'ldik. O'ylaymanki, Jimin hammamizdan ko'proq yumshagan. Yana bir ko'rsatuvda esa yigitlar Jimin va Chonguk o'rtasidagi janjal haqida gapirishgan. Yigitlar bu voqeani aytib berganlarida barchasi kulgudan o'zlarini to'xtata olishmagan, chunki bu voqea haqiqatan ham go'yo qandaydir drama sahnasidan olingandek edi. Seuldagi treyni hayoti juda og'ir edi. Hammasi uning tasavvuridek bo'lmadi. U bolaligidan raqsga ixtisoslashgan bo'lsa ham, zamonaviy raqs va idol hip-hop xoreografiyasi o'rtasida katta farq bor edi. Shunday bo'lsa ham u taslim bo'lmadi. Jimin mehnatsevar. U o'zini bir daqiqa bo'lsa ham bekor yurishga qo'ymasdi. Boshqa a'zolar bilan solishtirganda u kompaniyaga eng oxirgi qo'shilgan. Shuning uchun mashg'ulotlari eng qisqa vaqtga to'g'ri kelgan. Shu sababli u kechikkanini imkon qadar tez to'ldirishga harakat qilgan. U shunchalik ko'p mashq qilganki, kuniga atigi 2 soat uxlagan. Soat 4 da uxlab, 6:30 da maktabga ketgan. So'ng mashg'ulotlariga qaytib, yana soat 4 gacha mashq qilgan. Dam olish kunlari ham u dam olmagan. Jimin doim mashg'ulot zalida bo'lgan. Ba'zida u shunchalik uzoq mashq qilganki, qaytib yotoqxonaga borishni ham ma'nosi qolmagan. Shuning uchun u ko'pincha zalning polida, gilamda uxlagan. Jimin treyni bo'lganlar orasida eng ko'p ishlaganlardan biri edi. Ammo u shunchalik mehnatkash bo'lishiga qaramay, 8 marta kompaniyadan haydalish yoqasiga kelgan. Har oy unga "Bu safar holating jiddiy, seni chiqarishlari mumkin" deyishardi. U hatto shunday degan: "Men bu joyda uzoq qola olmasligimni his qilardim. Shu sababli doim notinch edim." Shunday sharoitda u bir kuni otasiga shunday deydi: "Agar men debyut qilmasam, iltimos xafa bo'lmang. Agar meni guruhdan haydashsa ham men bardosh beraman. Faqat siz xafa bo'lmang." Va nihoyat uzoq davom etgan bu noaniqlik, qo'rquv va og'ir mashg'ulotlardan so'ng Jimin nihoyat xabarni oldi. U BTSning asosiy raqqosi va vokalisti sifatida debyut qiladi. Debyutdan so'ng Jimin o'zining vokal mahoratini guruhdagi boshqa vokalistlardan ancha pastligini his qildi, chunki u treyni bo'lishidan oldin hech qachon professional tarzda qo'shiq aytmagan edi. Shuning uchun tabiiyki, tajribasi yetarli bo'lmagan. Bir kuni jonli sahnadagi chiqish vaqtida xato qilib qo'yganida u o'zini yomon his qildi va Shugaga shunday deydi: "Shuga, men jonli ayta olmayman, men qo'shiq ayta olmayman." Jimin o'ziga nisbatan juda talabchan edi. Debyut paytidan boshlab u o'zini ko'p tanqid qilgan, har bir kichik xatoni yuragiga yaqin olgan va debyutdan atigi 4 oy o'tib BTSning armiylar bilan bo'lgan birinchi fan meetida Jimin sahnada maktub o'qiyotgan payti ko'z yoshlarini tiya olmadi. U treyni davrida debyut qila olmasligidan qo'rqqanini, qisqa muddat ichida ko'p qiynalganini, ammo orzusidan voz kechmaganini aytgan. Endi esa sahnada turib, armiylar uchun qo'shiq aytayotgani unga baxt va faxr bag'ishlayotganini ifoda etgan. Oxirida u armiylardan doim yonlarida bo'lishni so'rab, ularga samimiy minnatdorchilik bildirgan. U dastlab BTS tarkibiga kirishni istamagan, ammo keyin hammasi keskin o'zgargan. Men agentlikka stajyorlik sifatida kirganimda guruhda bo'lishga umuman ehtiyojim yo'q edi, chunki bu mening guruhim emas deb o'ylardim, lekin bu o'zimning ichki hissiyotlarimdan biri edi. Shunda Yungi unga: "Sen yaxshi qo'shiqchisan, men seni bizning jamoamizda ko'raman" dedi. Ana o'shanda Jimin Shuganing so'zlaridan so'ng jamoaning bir qismi bo'lishni chin dildan xohlagan. Ammo Jiminning tashvishlariga qaramay, BTS o'sha yili debyut albomi bilan yilning eng yaxshi yangi artisti mukofotini qo'lga kiritdi. Ammo hattoki bu mukofotdan keyin ham Jimin
O'ziga haddan tashqari talabchan bo'lib qoldi va har doim o'z kamchiliklari uchun o'zini ayblardi. Namjoon bu haqida shunday degan edi: Jimin stajyor bo'lganida ham, hatto debyutdan keyin ham o'zini ayblashdan to'xtamasdi. U har doim men eplay olmayapman, bu yetarli emas, men hamma narsani noto'g'ri qilyapman, men yomonman deb o'ylardi. Biroq bu og'ir davrlarda ham Jimin mashq qilishni to'xtatmadi. Ular birinchi to'liq albomlariga tayyorgarlik ko'rayotgan paytda Jimin har kuni 16 soatgacha a'zolar bilan birga raqs mashqlarini bajargan. Bu esa uning g'ayrat va fidoyiligini yaqqol ko'rsatgan. Natijada bu mehnat o'z samarasini berdi. BTS o'zining birinchi to'liq albomi bilan yana bir asar taqdim etdi. Ushbu albomdagi asosiy qo'shiq Danger'da esa Jimin o'sha Killing Point, ya'ni qo'shiqning eng esda qolarli, kuchli lahzasini yaratgan. Keyin BTS har bir qo'shiqchining orzusi bo'lgan Mama sahnasida ilk bor Boy in Love qo'shig'ini ijro etdi. 2015-yilga kelib esa BTS mashhurligi mislsiz darajada o'sdi. Shundan so'ng ular BTSni bugungi darajaga olib chiqqan deb ataladigan The Most Beautiful Moment in the Life Part 1 albomini chiqardilar. BTS faoliyatining ilk davrlarida Danger va War of Harmony kabi kuchli raqsli qo'shiqlar sababli Jimin o'zining yumshoq tomonini ko'rsatish imkoniyatiga ega emas edi. Biroq zamonaviy raqs yo'nalishida tahsil olgan Jimin qaysi harakat kuchliroq, qay biri esa nozikroq bo'lishini juda yaxshi bilardi. Shu davrdan boshlab u o'zining kuchli jihatlarini asta-sekin namoyish eta boshladi. O'sha yil oxirida Jiminning mashhurligi ham keskin oshdi. Jimin shuningdek, guruh ichida o'z talantini to'liq namoyon eta olmaganidan ham qiynalgan. Ammo 2014-yilda bo'lib o'tgan Mama sahnasida u nihoyat o'zining ajoyib mahoratini ko'rsatdi va bu chiqish haqiqatdan ham ko'plab tomoshabinlarning yodida qoldi. Yigitlar birinchi avlod idol guruhining qo'shig'iga cover qilishdi. O'sha paytda Jiminning fankami internetda portladi. BTSni ilgari tanimagan odamlar ham ijtimoiy tarmoqlarda shunday yozishgan: "Bu qizil sochli yigit kim o'zi?" Shu tarzda Perfect Man chiqishi Jimin uchun navbatdagi afsonaviy lahza bo'ldi. U o'z vokal mahoratidan shunchalik norozi bo'ldiki, BTS jadvalini to'xtatib 3 oy davomida vokal darslari olishni istashini ham bildirgan. Yoshligidan pop yo'nalishida to'plagan tajribasi, maktab davrida o'rgangan raqs mahorati va debyutdan keyin mukammallashtirgan idol xoreografiya ko'nikmalari tufayli Jiminning sahna chiqishlari nihoyatda ajralib turardi. U nafaqat 2016-yilgi Mama sahnasida qizil bog'ich bilan ijro etgan mukammal chiqishi bilan, balki havoda 360 daraja aylanib, mukammal tarzda yerga tushgani bilan ham barchani hayratda qoldirdi. Hatto juda talabchan tanqidchilar ham shunday izoh qoldirishgan: "Jiminning raqsini tomosha qiling. U inson emas. Uni ko'rganimda ko'zlarimga ishonmadim. Ko'zlarimga yosh keldi." 2015-yilning oxirlarida Jiminning mashhurligi keskin oshdi. Shu bilan birga ular debyutdan keyingi 3-yilga kirib borayotgan edilar va hammasi tabiiy ravishda barqaror ko'rinardi. Biroq aslida qiyin davrlarni boshidan kechirayotgandek ko'ringan Jimin yangi yil uchun tilak qilayotganda birdaniga xavotirli qalbini ochib berdi. "Umid qilamanki, men qayg'udan kulmayman. Juda kulishni xohlardim, faqat samimiy kulgi." Va 3 oy o'tgach, u o'sha davr uning uchun qanchalik og'ir bo'lganini aytdi. "So'nggi paytlarda menga juda og'ir bo'lyapti. Ishlarim juda yaxshi ketyapti, barcha harakatlarimga qaramay. Ammo nima qila olaman? Men oldinga siljishim kerak, garchi bu qiyin bo'lsa ham." Biroq uning xavotirlariga qaramay, Young Forever albomi chiqqanda Fire videosidagi 3-daqiqa 33-soniyadagi sahna ajralib turdi va unga 333 Jimin laqabini berdi. Debyut davrlaridan boshlab ilgari uni cheklab turgan zamonaviy raqs endi yorqinlashib, faqat Jiminga xos bo'lgan go'zallik bilan ifodalangan raqs uslubini namoyish qila boshladi. Buni Butterfly qo'shig'idan ham ko'rish mumkin. Debyutlaridan atigi 3 yil o'tib, BTS orzu qilgan sahnani Olimpiada gimnastika arenasida chiqish qildi. Jimin esa uzoq yillik orzusini amalga oshirganidan so'ng ko'p ko'z yosh to'kdi va a'zolarga minnatdorchilik bildirdi. Keyinchalik ikkinchi to'liq albom Wings bilan Jimin qaytdi va Blood, Sweat and Tears qo'shig'ida yana bir yorqin lahzani yaratdi. Prodyuser Ban Shi-hyuk a'zolarga qo'shiqni iloji boricha hissiy ehtirozli tarzda kuylashni aytdi.
Va aytilishicha, Jimin bu ifodani sahnaga olib chiqqani uchun ko'plab maqtovlar olgan. Qo'shiqning kirish qismi uning muvaffaqiyati yoki muvaffaqiyatsizligini belgilash uchun muhim bo'lganligi sababli Jiminning nozik vokallari va aktyorlik qobiliyati Blood, Sweat and Tears qo'shig'ining muvaffaqiyatida muhim rol o'ynadi. Biroq Jiminning sa'y-harakatlari shu bilan cheklanmadi. Blood, Sweat and Tears mashqlari paytida u birdaniga yanada chiroyli ko'rinishni xohladi va qo'shiqning ruhini beruvchi vibe yaratishni istadi. Natijada u keskin parhezga kirib, 10 kun davomida faqat bir mahaldan ovqatlanib 7 kilogramm vazn yo'qotdi. Wings albomida u o'zining birinchi solo qo'shig'i Liar'ni chiqardi. Liar qo'shig'ining so'zlari Jiminning ichki his-tuyg'ularini ifodalash bo'yicha birinchi urinishi edi. Biroq o'sha paytda u qo'shiq ustida ishlashga ikkilandi, chunki bu uning birinchi solo qo'shig'ida ichki qorong'uliklarini juda bevosita namoyish qiladigandek tuyuldi. Hayotida Jimin birinchi marta qo'shiq so'zlarini yozuvchi rolini o'z zimmasiga oldi va bosim juda katta edi. So'zlarni yozish va o'chirish jarayoni takrorlanib turardi. Hatto yozuvni boshlagandan keyin ham u natijadan qoniqmay, yozuvni bir necha marta qayta boshlashga to'g'ri keldi. Bu esa unga katta stress olib keldi. Biroq Liar qo'shig'ida Jiminning ustunligi bo'lgan zamonaviy raqs elementlari qo'shilib, avvalgi BTS chiqishlaridan tubdan farq qiladigan uslubni namoyish etdi. Chiqqanidan so'ng odamlar Jiminning birinchi solo qo'shig'i Liar'ga hayratda qolishdi. Biroq u o'zini shunday his qilmadi. Hatto xodimlar uning ovozini maqtasa ham, u o'zini ayblardi va shunday deb aytardi: "Men o'sha izohlardan nafratlanardim. Siz juda yaxshi kuylaysiz demasdan, ovozingiz yaxshi deyishardi. Bu esa mening kuylash qobiliyatim yetishmasligini yashirishga urinayotgandek tuyulardi. Maqtov berishayotgan bo'lsa-da, men ularni salbiy qabul qilardim." Wings albomidan so'ng intervyuda undan debyutiga nisbatan o'sganini his qilganini so'rashganda, Jiminning javobi o'sha paytda o'zini qanday ko'rganini yanada aniqroq ko'rsatib berdi. Hali ham ko'p o'sganimni o'ylamayman. O'zim qilayotgan ishlarni ko'rib xafa bo'laman. Ko'pincha o'ylardim, nega men mashq qilganimdek chiqara olmayman? Iqtidor muhim va ehtimol men yetarlicha ko'rsata olmayapman. Shuning uchun yanada ko'p mashq qilardim. Iqtidorim yo'qligi sababli qo'shimcha harakat qilmasam bo'lmaydi. Shundan so'ng BTS 10 oy davom etgan Wings turiga chiqdi. Biroq turning Chili bosqichida kichik muammo yuz berdi. Jimin chiqishidan biroz oldin tomog'i bilan bog'liq muammolarga duch keldi va afsuski sahnada xato qildi. Hamma uni ovutishga harakat qilganiga qaramay, u bu holatdan juda ta'sirlandi. U shunday degan edi: "Men hammasini buzib qo'ydim. Odamlar buni shunchaki ohangdagi kichik xato deb o'ylashlari mumkin, ammo men o'zimni bu uchun juda aybdor his qilaman. Juda katta stress olaman. Ayniqsa tomog'im og'rib, xatolar ketma-ket takrorlanganda bu chidab bo'lmas darajada og'ir tuyuladi." Ammo barcha xavotirlarga qaramay, u Braziliyada bo'lib o'tgan konsert repetitsiyasi paytida yana bir xatoga yo'l qo'ydi. U shunday dedi: "O'zimni juda yomon his qildim. Salbiy fikrlar paydo bo'lganda har safar o'zimga bo'lgan ishonchim tobora kamayadi. Men juda xavotirdaman." Shu paytlarda u nafaqat stress olgan edi, balki unga o'lim tahdidi ham yuborilgandi. U ijtimoiy tarmoqlarga shunday yozadi: "Agar Jimin AQSh konsertida Liar qo'shig'ini ijro etsa, men uni o'ldiraman." Va bu postga juda qo'rqinchli so'zlar ilova qilingan. Yaxshiyamki konsert tinch o'tdi. Bunga sabab Big Hit politsiya bilan hamkorlik qilgani edi. Shunday tig'iz konsert jadvali va doimiy stress sharoitida o'lim tahdidi olish Jimin uchun nihoyatda og'ir edi. Biroq bularning barchasiga qaramay, BTS to'xtash niyatida emas edi. 2017-yilgi Billboard Music Awards marosimida ular Top Social Artist mukofotini qo'lga kiritishdi. Shu g'alabadan so'ng BTS o'z muvaffaqiyatlarini davom ettirib, mini albomi va uning asosiy qo'shig'i DNA bilan bir vaqtning o'zida Billboard Hot 100 va Billboard 200 shartlariga kirgan birinchi koreys san'atkori bo'ldi. Bu orada DNA orqali BTS a'zolari kutilmagan bir tajribani boshdan kechirishdi. Ular American Music Awards sahnasida chiqish qilib, AQShdagi debyutlarini amalga oshirishdi. American Music Awardsdagi chiqishdan so'ng Jimin barcha muvaffaqiyatlarini muxlislarga, armiyalarga bag'ishladi. Biroq BTS yutuqlari ortgan sari Jimin bosimni yanada kuchliroq his qila boshladi. O'sha paytda BTS o'z faoliyatidagi eng yuqori cho'qqiga chiqayotgan edi. DNA va Mic Drop nafaqat Koreyada rekordlarni yangiladi, balki Billboard mukofotlarini ham qo'lga kiritdi.
Shu sababli ular bir daqiqa ham to'xtay olishmasdi. Hatto shunday deyishgan edi: butun yilning jadvali allaqachon to'lib bo'lgan. Barcha a'zolar o'z baxti yoki shaxsiy qoniqishidan ko'ra guruhning muvaffaqiyati uchun uzoq vaqt mehnat qilgan edi. Shu orada Jimin charchay boshladi. U muxlislarga har doim o'zingizni seving deb aytar edi, ammo o'zi esa o'z ichida shubha va o'zidan nafratlanish tuyg'ularini to'plab borardi. Ana shu paytda uning ichki kurashi boshlangan edi. U o'sha paytda ko'p o'ylaganini, ichki kurashlar kechirganini, guruh a'zolari bilan birga jismonan ham, ruhiy ham charchaganini aytgan. Yangi yilga kirar ekan, u o'zidan nega bu ishni shunchalik jon kuydirib qilyapman deb so'ragan. Ko'p band bo'lsa ham o'zini yolg'iz his qilganini, hech kimga suyangan odam bo'lmasa-da nimani qilishni bilmay qolganini ifoda etgan. 2018-yil boshida o'zini yo'qotib qo'ygan, charchagan va ma'noni izlayotgan bir davrni boshdan kechirganini tan olgan. 2018-yil kuzida Jimin bilan mojaro yuz berdi. Yapon medialari futbolkadagi printdan g'azabga tushdi. Unda shunday yozuvlar yozilgan edi: bizning tariximiz, bizning ozodligimiz. Shuningdek, u yerda Yaponiyada atom bombasi portlashi fotosi ham bor edi. Koreya uzoq vaqt Yaponiya istilosi ostida bo'lgan va koreyslar eng og'ir sinovlardan o'tgan. Yaponlar bu print tufayli Jiminni rad qilmoqchi bo'lishgan. Shu masala bo'yicha juda ko'p muhokama va bahslar bo'ldi. Natijada BTSning Music Station'dagi chiqishi ushbu mojaro sababli kechiktirildi. 2018-yilning oxirgi kunida esa Jimin yana bir solo qo'shiq chiqardi, Promise. Shu orada Jimindan ular global miqyosda mashhur bo'lgan sharoitda mukammallik bosimini qanday yengishini so'rashdi. Jimin javob berdi: bizning konsertimizga kelgan odamlar uchun kamida mukammallikka yaqin chiqish taqdim etishimiz kerak deb hisoblayman. So'zlariga sodiq qolgan holda Jimin 2019-yilga Melon Music Awards'da hayratlanarli chiqish ko'rsatdi. Hech qanday bezaklar yoki maxsus sahna jihozlarisiz Jimin solo raqsini boshladi, go'yo kapalak kabi. Shu davrda dunyo jiddiy muammo, pandemiya bilan yuzlashdi. Bu ularning debyutidan beri ilk bor shunday qiyin davr edi. Shunga qaramay, pandemiya davrida BTS o'zlarining 4-rasmiy albomini chiqardi. Turli qo'shiqlar orasida Jimin o'z mahoratini eng yaxshi namoyish qilgan qo'shiq Black Swan edi. Aslida Jimin shunday degan edi: men birinchi marta raqs xoreografiyasi sxemasini olganimda eng ko'p shu ishni yoqtirdim. Bu biz ilgari raqs tushmagan yangi his-tuyg'uni berdi va bu menga hayajon bag'ishladi. Dynamite katta e'tibor olgach, BTS uzluksiz yangi qo'shiqlar chiqarishni davom ettirdi. Shu jumladan Butter qo'shig'i chiqdi. Bu esa Jiminning 111 Genius laqabini qaytarib berdi. Qo'shiqlari bilan pandemiya davrida juda faol bo'lgan BTS oxir-oqibat 2021-yilda American Music Awards'da birinchi Osiyo san'atkori sifatida Grand Prix'ni qo'lga kiritdi. BTS 2022-yil iyun oyida muhim bayonot berdi. Guruh faoliyatini vaqtincha to'xtatish haqida. BTS 9 yil davomida tinimsiz ishlagan. Bu barcha uchun zarur qaror bo'lsa-da, bu bayonotni e'lon qilgan a'zolar uchun yurakni ezadigan qaror bo'lganligi shubhasiz edi. 2022-yil oxirida Jimin to'satdan qorin og'rig'ini his qildi. Uni shoshilinch yordam bo'limiga yuborishdi. Tekshiruvlardan so'ng unga appenditsit tashxisi qo'yildi. Ammo bu hali hammasi emas. Uning COVID-19 testi musbat chiqdi. Ertalab esa favqulodda operatsiya e'lon qilindi. Operatsiya muvaffaqiyatli o'tdi, lekin Jimin bir muddat kasalxonada qolishi kerak bo'ldi. 2023-yilda Jimin o'z shaxsiy faoliyati bilan shug'ullana boshladi. Uning birinchi qadami yoshligidan hayrat bilan kuzatib kelgan kumiri Taeyeonning yangi qo'shig'i Vibe'da ishtirok etish bo'ldi. Bu lahza Jimin uchun juda muhim edi. Solo faoliyati davomida Jimin diyetaga kirib, vaznini 50 kg atrofida ushlab turdi. Shu bilan birga chiqishlardagi yuqori intensivlikdagi xoreografiya ham tanasiga juda katta yuk bo'ldi. Ayniqsa u ijro etgan qo'shiqlar uchun. Kunlar davomida uzluksiz mashqlar qilganidan so'ng hatto u tanasi deyarli sinib ketgandek his qilganini ham aytgan edi. Ko'p mehnat va deyarli 10 oy davom etgan tayyorgarlikdan so'ng Jimin birinchi solo albumi Face nihoyat chiqarildi. Albomning birinchi qo'shig'i Face Off bilan boshlanadi.
U yerda Jimin o'z qo'shiq matnlarini shunchalik samimiy yozganki, deyarli ruhini ochib tashlagandek bo'ladi. Shu tariqa Jimin o'zining butunlay yangi tomonini namoyish etadi. Elon qo'shig'i esa Jiminning o'z tushkunlik davrida boshqa a'zolarni qattiq ishlayotganini ko'rib his qilgan yolg'izligini tasvirlaydi. Dear Army yashirin trek bo'lib, unda Jimin BTS vaqtincha faoliyatini to'xtatishini e'lon qilganda, muxlislariga aytmoqchi bo'lgan barcha so'zlarini maktub shaklida yozib, so'ngra u so'zlarni qo'shiq matniga aylantirgan. Set Me Free qo'shig'i esa Jiminning qiyin damlarini yengib o'tishga bo'lgan qat'iyatini ifodalaydi. Like Crazy qo'shig'i Jiminning qiyin davridagi qayg'u va xotiralarini o'zida jamlagan. Va Jimin Like Crazy qo'shig'i bilan Billboard chartida birinchi o'rinni egallagan. Birinchi koreys ijrochisiga aylandi. Biroq Billboarddagi birinchi o'ringa chiqishdan olingan quvonch uzoqqa cho'zilmadi. Jimin ilgari hech qachon boshidan kechirmagan sinovlarga duch keldi. Hammasi kutilmaganda ro'y berdi. Billboard reytingidagi keskin pasayishdan boshlandi. Like Crazy qo'shig'i atigi bir hafta ichida Hot 100 chartida birinchi o'rindan 45-o'ringa tushib ketdi. Bu Billboard tarixidagi eng katta pasayish sifatida xorij ommaviy axborot vositalarida yoritildi. Armiylar esa ijtimoiy tarmoqlarda Billboard chart hisoblash tizimini to'satdan o'zgartirganini aytib, bu pasayishga aynan shu sabab bo'lganini ta'kidlashdi. Ular Billboarddan tushuntirish talab qildilar. Bu esa yana ham katta bahs va tortishuvlarga sabab bo'ldi. Ammo Jimin duch kelgan keyingi sinov bundan ham jiddiyroq edi. Bu voqea Jimin Koreyada musiqiy shouvda birinchi o'rinni qo'lga kiritganidan keyin encore chiqishi vaqtida sodir bo'ldi. O'sha paytda uning jonli ijrosi ancha beqaror edi. Odatda koreys musiqiy YouTube kanallari birinchi o'rinni qo'lga kiritgan sahna yozuvini joylashtiradi. Ammo bu safar ular Jiminning encore chiqishini joylashtirmaslikka qaror qildilar. Bu esa muammoni yanada kuchaytirdi. Videoda Jimin tez-tez quloq monitorlarini tekshirayotgani ko'ringani uchun naushnikda texnik nosozlik bo'lgani haqida taxminlar paydo bo'ldi. Biroq aniq holat noma'lumligicha qoldi. Natijada bu voqea Billboard g'olibligi bilan bog'lanib, jamoatchilik tanqidi va masxarasi avj oldi. Shunday qilib, atigi bir hafta ichida Jimin Billboard chartidagi eng katta sharaf birinchi o'rinni va ayni paytda eng og'ir inqiroz jonli ijro mojarosini ham boshdan kechirdi. Bu esa BTS debyuti 10 yilligining arafasida sodir bo'ldi. Debyutidan beri o'zini qattiq tanqid qilib, har bir kamchiligidan aziyat chekkan Jimin uchun bu voqea ayniqsa og'ir bo'lgan. Ammo eng hayratlanarlisi, Jimin bu holat haqida o'sha paytda darhol emas, balki oradan 6 oy o'tibgina tushuntirib bergan. Mart oyida mening solo chiqishimdan keyin ko'p narsani ortda qoldirdim. Aslida men o'yladim, menda nimadir yetishmayapti. Men bu tarzda davom eta olmadim. Gap asabiylikda ham, boshqa muammolarda ham emas edi. Men shunchaki o'zimni to'liq bera olmayotganimni his qildim. Shuning uchun bu kamchiliklarni yashirish o'rniga hammasini boshidan boshlashni xohladim. Ammo shu bilan tugamadi. Chunki o'sha paytda Jiminni jonli ayta olmaydi deb tanqid qilganlar keyinchalik u so'zlariga pushaymon bo'lishdi. Chunki Jimin Like Crazy qo'shig'ini akustik versiyasini jonli ijroda taqdim etdi va bu chiqish butunlay ajoyib, yurakni ezadigan darajada kuchli bo'lgan. U sahnada hech qanday effekt, raqs yoki fon musiqasisiz faqat o'z ovozi bilan chiqdi va o'sha paytda barcha tinglovchilar tushundi. Bu yigitni qo'shiq ayta olmaydi deb atash eng katta adolatsizlik edi. 2023-yil dekabr oyida BTS a'zolari Jimin va Jungkook armiyaga ketishdi. Jimin o'z bo'linmasida eng namunali askar sifatida e'tirof etilgan. 2024-yil 17-yanvar kuni harbiy tayyorgarlikni yakunlash marosimida u oddiy askar unvonini oldi. Uning otasi ham marosimda ishtirok etdi va o'g'li bilan birga qurol ushlab tushgan mehrli suratini oldi. Jimin bilan bir bo'linmada xizmat qilgan askarlar esa ijtimoiy tarmoqlarda u haqidagi iliq taassurotlarini bo'lishishdi. Ularning aytishicha, Jimin mashg'ulotlarda a'lo daraja ko'rsatgan. Bo'sh vaqtlarida esa boshqa yangi askarlar bilan telefonda gaplashib, ularga yordam bergan va hatto ularga ovqat ham olib bergan.
Jimin o'z tatuirovkalari haqida juda kam gapiradi. Ko'pincha ular performanslar yoki jonli efirlarda oshkor bo'lgan. Lekin uning evolyutsiyasi taxminan 2014-yilda boshlangan. Dastlab Nevermind tatuirovkasi uning qovurg'asida 2014-yil Mama sahnasida ko'ringan. Dastlab muxlislar uni vaqtinchalik deb o'ylagan. Lekin 2019-yil Love Yourself turidagi performans paytida yana ko'ringani uning haqiqiy ekanini tasdiqlagan. 13 tatuirovkasi 2020-yilda mart oyida Weverse Live efirida ko'rsatilgan. Ma'nosi esa Jiminning tug'ilgan kuni va baxtli raqam sifatida talqin qilinadi. Barcha BTS a'zolarida bo'lganidek Jiminda ham 7 raqamli tatuirovkasi bor va uni ham Jimin live'da ko'rsatgan. Use chap quloq orqasidagi tatuirovka. Bu yozuv BTSning The Most Beautiful Moment in the Life albom davriga va yoshlik g'oyasiga bag'ishlangan. Young va Forever tirsaklarining orqa tomonida har biri bittadan so'z shaklida yozilgan. Bu yozuvlar BTSning epilog Young Forever qo'shig'iga ishora qiladi. Bu qo'shiq orzular, vaqt va abadiylik haqida va Jiminning eng mashhur tatuirovkasi oy fazalari. U dastlab bo'ynining orqasidagi yarim oy sifatida boshlangan. Keyinchalik esa 5 oy fazasi ko'rinishida kengaygan. Ushbu dizayn g'oyasi unga V tomonidan ko'rsatilgan fan artdan ilhomlangan. Muxlislar ushbu tatuirovkani 2022-yil mart oyidagi Permission to Dance on Stage Seuldagi konsertida topishgan. U armiyada bo'lsa ham muxlislarini xursand qilishdan to'xtamadi. 2024-yil iyul oyida Big Hit Music tomonidan Jiminning ikkinchi solo albumi Muse taqdim etildi. Albom uning armiyaga ketishidan oldin yozib olingandi. Asosiy tarona-hu ijtimoiy tarmoqlarda katta qiziqish uyg'otdi. Qo'shig'i Billboard Hot 100 da dastlab 14-o'rindan kirib, keyinchalik 12-o'ringa ko'tarildi va Billboard Global 200 chartida 1-o'rinni egalladi. Bu Jimin ijodida global raqamli chartda birinchi marta 1-o'rinni olgan qo'shiq bo'ldi. O'sha yili Jimin Mnet Asian Music Awards 2024da Visa Fans Choice of the Year nominatsiyasida g'oliblikni qo'lga kiritdi. Jimin hali ham harbiy xizmatda bo'lganiga qaramay, Muse albomi chartlarda o'z izini saqlab qoldi. Hu qo'shig'i Billboard Hot 100 da 32-haftasini o'tkazib, Psy'ning 2012-yildagi Gangnam Style qo'shig'i rekordini yangiladi. Bugungi kunda Hu Billboard Hot 100 tarixida eng uzoq davom etgan K-pop solist qo'shig'i bo'lib turibdi. Shuningdek, sentyabr oyida e'lon qilingan ma'lumotlarga ko'ra, Hu Spotify'da 2 milliarddan ortiq tinglanishga erishdi. Bu Jimin uchun eng tez amalga oshgan yutuqlardan biridir. 2025-yil 11-iyul kuni Jimin va Jungkook Koreya harbiy xizmatini muvaffaqiyatli yakunladi. Koreya ommaviy axborot vositalari Jiminning chiqish marosimini keng yoritdi. Biroq ba'zi muxlislar ijtimoiy tarmoqlarda Jimin haqida haddan ortiq tashvish bildirishdi. Ularning fikricha, Jimin live'da g'alati ko'ringan, o'zini noodatiy tutgan va harbiy xizmatda qiynalgan. Aslida esa bu taxminlar asossiz edi. Jimin o'zini himoya qila oladigan kuchli inson. Ko'p yillik armiylar Jiminning tabiatini yaxshi bilishadi. Shuning uchun bu mishmishlarni jiddiy qabul qilishmadi. Jimin har yili talaba va o'quvchilarni ta'limini qo'llab-quvvatlash uchun xayriya mablag'larini ajratadi. U ota-onasi va ukasi bilan birgalikda bir necha xayriya loyihalarini moliyalashtirib keladi. Muxlislarning e'tibori yana Jiminning tashqi ko'rinishiga qaratildi. Dior ko'rgazmasi uchun Parijga uchib ketayotganida u juda ozib ketgandek ko'rindi. Ba'zilar bu holatni sog'lig'iga zarar yetgan deb o'ylashdi. Lekin Jimin shunchaki o'zini qulay his qiladigan holatga qaytgan edi. U armiylarni hammadan ko'ra ko'proq o'ylaydi. Shuning uchun ham fanatlar ko'pincha shunday deyishadi. Agar Jiminni ko'rsang, uni yuragingdan chiqarib tashlay olmaysan. Agar mehnatsevarlik bu iste'dod bo'lsa, Jimin hamma narsada mukammallikka intiladigan, boshqalardan ko'ra ko'proq mehnat qiladigan, lekin shunga qaramay o'zini hali ham yetarli emasman deb tanqid qiladigan inson. Jimin hamma narsada mukammallikka intiladigan, boshqalardan ko'ra ko'proq mehnat qiladigan, lekin shunga qaramay o'zini hali ham yetarli emasman deb tanqid qiladigan inson. U o'zini ba'zan dangasa deb ataydi, holbuki bu so'z unga aslo to'g'ri kelmaydi. Chunki Jimin bugun ham, ertaga ham, kelajakda ham to'xtamasdan mashq qiladi. O'z ustida ishlashda davom etadi. Shu sababli mehnat so'zi Jimin uchun boshqacha ma'no kasb etadi. U bir marta shunday degan edi: "Men mehnatning kuchini ko'rsatmoqchiman. Kimdir bir narsaga chin dildan harakat qilsa, nimalarga erishish mumkinligini namoyish etmoqchiman." Va ha, bu so'zlariga sodiq qolgan holda u o'z orzulari sari yurishda to'xtamayapti. Shubhasiz Jimin o'z yo'lida yanada balandroq cho'qqilarga chiqadi. Ammo shu bilan birga
Unga bir tilak: jarayonda o'ziga nisbatan juda qattiqqo'l bo'lmasin, chunki u allaqachon yetarlicha ajoyib inson. Shu bilan video yakuniga yetdi. Tomosha qilganingiz uchun rahmat. Izohlarda Jimin haqida o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. BTS haqidagi so'nggi yangiliklardan xabardor bo'lish uchun albatta Telegram kanalimizga obuna bo'ling.